Og'riq bo'lsa, g'ishtni qizdirib bo'lsaydi. Og'riq qolaydi, ishga ketaydi. Bu joyim 100% og'riq beradi. Bu joyim og'rimasligi uchun buni tiqib yuraman. Shamol bo'lsa, og'riydi, yaqtay suv ichmayman. Undan keyin davolandim. Toshkentga tepasiga keldim. Ko'p ukol dori yozdi. 3 oylar shularni ichdim, qolmadi. Faqat shu maskada, qora maskada paxta tiqilgan yuraverdim og'riq bilan. Bu kasal orqasi hamma yo'qotdi. Даже aka tokni shu joyimga ulab qo'ygan edi. Ketmaydi u. Mana boshlangandan keyin uzoq turaveradimi shu? Uzoq emas, bir hafta turadi u, ketmaydi. To'xtamaydi bir minutdan. Yo'q. 3 yildan beri har bitta operatsiyangizni kuzataydim. Men aniq shu joydan yaxshi bo'laman dedim. Chunki bitta ayolni operatsiyasini ko'rdim, xuddi menday og'riydi. Faqat unda mendan kamroq, menda ko'proq, lekin tochni borsam men yaxshi bo'laman dedim. O'zimning organizmimda bo'layotgan narsa har bitta operatsiyangizni qarab kuzatib yurdim-da, kiygunimcha kuzatdim. Hamma shu kasal bilan og'riganlarni ham kuzatdim, blokada olganlar ham foydasi yo'q deb asalariga borgan, hech qaysiga bormadim. Toki men shu joyga kelgunimcha men chidadim. O'zim ishondim. Rahmat, sog' bo'ling.